Dunyoga mashhur Apple kompaniyasining logosi nega aynan ishlangan olma shaklidaligini bilasizmi? Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Apple kompaniyasining dastlabki logosi 1976-yilda yaratiladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu logo vizual jihatdan qiyin dizaynga ega hamda insonlar tushunib olishi va eslab qolishi uchun noqulay bo'lganligi bois 1977-yil Apple kompaniyasining logosi yangilanadi. Yangi logoni Rob Janoff ismli dizayner yaratadi. Dizayner ushbu logoni yaratishda mana shunday tishlangan olma shaklidan foydalanadi. Bu nimani anglatardi? Bu olmani boshqa mevalardan ajralib turishini bildiradi. Chunki ushbu ko'rinish faqat olmaga xos. Bu dizaynni ko'rganda insonning ko'z oldiga albatta birinchi bo'lib olma keladi. Dizayner aynan shuni inobatga olgan. Bu esa juda kreativ yondashuv hisoblanadi. Ikkinchi logo aynan ko'rib turganingizdek holatda bo'lgan. Logoda turli xil kamalak ranglardan foydalanilgan. Bu ranglar tasodifan tanlanmagan. Bu ranglar Apple kompaniyasi kompyuterlari rangli grafikani ham qo'llab-quvvatlaydi degan maqsadda ishlatilgan. Ushbu logo 1977-yildan 1998-yilgacha Apple kompaniyasi tomonidan foydalaniladi. 2001-yildan siz va biz ko'rib o'rgangan mana shu logo yaratiladi. Logo vizual jihatdan o'zgarmagan, lekin uning ranglari o'zgargan. Apple kompaniyasi mana shunday rang-barang ranglardan voz kechadi. Uning o'rniga shaffof, oq, qora yoki kul ranglardan foydalanadi. Agar siz texnologiyaga qiziqsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlang.